$17,800 K8 avtomobilimiz 25,800,000 won 2024-yil atigi 4,000 kilometr yurgan. Yoqilg'i benzin 2.5 GDI motor. Nobilis pozitsiyasi. Akalar mashinamizni eshigi qulib, shuning uchun atrofni ko'rsatib o'taman. Shunaqangi kam yurgan yangi mashinalar kimga kerak bo'lsa, aloqaga ko'rasizlar. Ekspertga juda zo'r ketadi shular. Balon mana yumshoqqina balonlar qo'yib qo'yibdi. Ekspert bilan shug'ullanadigan ukamiz bor. Mashinani jo'natib beradi, rasm mushkillar haqida o'zi tushuntiradi. Salon holati mana nima deyapti. Richakli skors, shaybali. Mashinani komplektatsiyasi, hamma narsasi joyida. Eshik beskuvchi dastur bor. Panoramasi yo'q ekan buni. Panoramasi borlaridan ham bor. K8lar ideal holatda chiqqan. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. 360 kamerasi, hamma narsasi bor mashina.